2025-yil bugun necha? 21-noyabr. Giant Red yangi dosnavlar mana ko'chirilyapti do'stlar. Mana. Uji daraxtlar yo'qqa ketgan, barglari mana tekisroq tushib ketadi. Mana qaranglar, mana. Uji tinim davrida do'stlar. Mana ko'chatlarning holati. Mana bitta katta poliyani xudo xohlasa ko'chirishni boshlayamiz. Yana pastda ham bor, bitta to'rtta kletka bor. Har bitta kletkasida har xil sortlari bor. Har xil. Ko'chirim jarayonida hozir baylab o'zimizni Vodilga do'stlar ekilyapti. Bular Vodilga, keyin Andijonga ekib beriladi bog' uchun. Bu shu kalibri yirik Giant Red ko'chatlar do'stlar mana. Bargidan bilinib turibdi o'zi. Hammasi bir xilda, mana bog' oralatib, orasida qolib ketyapti. Ular bog' uchun tashlab ketilyapti. Qo'lda urishni ko'linyapti mana. Hozir baylab, xudo xohlasa hisob-kitob qilib o'z egalariga topshiriladi. Ko'chatlar yevro bog'dan kuchdan xarid qilishlari mumkin. Faqat soni chegaralangancha hech kim ishonmaydi, sababi ko'p deb o'ylaydi. Bular hammasi do'stlar zakaz olinib, baylanib qo'yilgan ko'chat, zayn qilib qo'yilgan. Ba'zi bir odamlar bahorda ekadi, ba'zi bir odamlar ko'pi ekyapti hozir. Ko'chatlarimizning holati shu holatda. Video yoqayotgan bo'lsa like bosib qo'yamiz. Dehqonlarga, ekayotgan dehqonlarga, mehnat qilayotganlarga bilan like bosib boqqalarni jo'natib qo'yamiz. Ko'chat holati 1-2 qilib baylaniladi. 20 talik, 20 talik. Ular 10 talik qilinib. Ular narxi bir xil ketadi. Chunki bittasi kimdir 1000 ta olsa 5 ta bundan 5 ta bundan beriladi. Mana. Do'stlar, dehqonga like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Mana. Xuddi shunaqa qilib katta partiyalar baylanib, cho'tka qilib egalarga topshiriladi. 500 ta, 500 ta, 200 ta, 200 ta kim qancha zakaz qilgan bo'lsa. Sog' bo'lasizlar akalar. Gilosdan boqqisalaring. Bemalol nomer qoldiramiz, telefon qilaverasizlar. Bilasizlar, hozir mevalarning lideri gilos bo'lib qo'ygan. Tem bo'li sortovoylari 80 ming, 70 ming, 100 mingga sotayotgan joylar bor mevasini. Agar gilos bog'sizlar muxtlarini yaxshi bo'lsa, gilosdan yaxshi effekt bersa, gilosdan boqqinglar. Agar gilos yaxshi effekt bermasa, shoptoli boshqa navlardan foydalanishni tavsiya beraman. Lekin giloslar muxtlayna bo'lsa, gilos lider bo'ladi. Libboy mevani ichida. Pastga nomer qo'yamiz, telefon qilaring. Chiroyli shtabda shu ko'chatlarni olib borib, siz yeringizga taxlab, ekib berib, chiroyli qilib beramiz. 5-marta so'rayapman, like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Kommentariy yozganlaring biz uchun juda qiziq bo'ladi. Like bossalaring o'ziga kerakli odamga yetib borishini yordam berasizlar akalar.